Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik qarindoshlarimiz, bu qatimki dersimizge yine hoş kelibsizlar. Bizniki bu qatimki dersimizdeki asosiy mazmuni nikoh qilgan vaqtingizda nikohda shart qilishga bo'lamdi, bo'lmamdi. Qanday shart qilsak bo'ladi? O maqbul, qanday shartni qilsak o maqbul emas. Men mushniki ustidan to'xtalamiz. Mana oldingi darsimizda nikoh qanday bo'lishi kerak? Bu qanday bo'lgan vaqtimizda nikoh ikki tarafniki nemisi meni nikoh chigiladi. Men buniki ustida to'xtaldik. Aslida nikoh degan gapniki o'zi, ya'ni oldim, taqdim degan gapniki o'zi bu mutlaq, ya'ni qaydsiz, shartsiz bir gap bo'lib, bu mutlaqlik ega. Bu gapniki o'zi bu hech qanday vaqtning o'zida shartlikni qabul qilmaydigan, shu har ikkili tarafniki manfaati uchun mana ega bo'ladigan, ham Qur'oni Karim, hadis Rasulullah'niki doirasiniki ichidagi mana shartlar, ya'ni ishlarning hammasi o'z ichiga olgan oldim, taqdim degan gapimiz uchun bu shundan iborat. Aslida bu mutlaq bo'lib, u tabiiy ayoldochilik, ya'ni aile tutuştan ibaret olan hemen nesneki üzerine bu avtomatik holatda bu demisimi bir mümin Müslüman bo'lgan ekan. Bizniki e'tiqod qilgan kitobimiz Qur'on hadis. Onda o'g'aniki bunu qarta bir mümin desin demisin. Şunu asosan Qur'on hadisdan chiqqan bo'lgan ekan, shuni da bo'ladi, bo'lmaydi deb. Mushunda shart qilingan avtomatik holatda bo'ladigan bir gap. Asli nikohniki mutlaq uçanın üzerinde her ikkisiniki menfaat uchun xizmat qiladigan, ya'ni shuning uchun ishlaydigan bir so'z bu. Ya'ni ayol kishiniki o'zi men taqdim, aksh qo'pib men oldim degan gapniki o'zi. Taqdim degan gap, ya'ni butkul men o'zimniki nemisi akishniki o'ziga topshirdim. Ya'ni takkizdim o'zimni degan gap. Men opirib, ya'ni yetkizdim degan gap çok bo'ladi. Endi buningda akishniki o'zi men oldim degan gap, ya'ni o xonimniki o'zi menga tekkan bo'lsa, o'zi topshirgan bo'lsa, men onu aldım degan gap bo'ldi. Endi taqdim bilan aldım degan gapniki o'zi. Ya'ni bu ayol deydiki, o'zimniki ota-onasi uyda men cho'ng bo'ldim. Ayol mushtaq cho'ng bo'ldim. Cho'ng bo'lgandan keyin men bu yerdan chiqib, meni butun narsamni men o'zimga odam topshirdim degandan keyin buni qarta bu ayolniki shu erniki oldida hech qanday bir ya'ni xatolik bir ish bo'lmasligini talab qiladi. Erning o'zi men aldım degan gapni o'zi, ya'ni o'z ixtiyorlaridan rozi bo'lib aldim degan gap. Ya'ni bu xonimniki o'zi qandaqki ota-onasiniki oldida men qandaq hurmatli, qandaq turmush, qandaq bir ne bo'lgan bo'lsa, shu pati men buni aldım. Men uni elib o'z uyimga akirdim. O'z uyimga akirish orqali bunidan meniki mana bu o'zimga nasl bo'lgan bir naslni qoldirishdan iborat bo'lgan va shuningdek men o'zimniki haram narsa saqlab qolaman degan maqsadda oldim degan gap bo'ladi. Mana buniki manfaat uchun har qanday ish meni bu nima asida to'g'ri. Asl nikoh men mushundan iborat bo'lgan bo'ladi. O'chanizda bu so'zlik o'zi oddiy bir so'z emas. O'chanizda oldim, taqdim degan gapning o'zi bir o'yinchoq bir gap emas. Shuning uchun ulamolarimiz men bu gapning o'zida shu gapning o'zi nikohniki o'zini bildigan bo'lsa, bu adamniki o'zi, ya er ya ayolning o'zi o gapni bilsin, bilmesin, mayli çaq desin, demesin, ya ciddi holat desin, shundan deb qolsa nikoh bo'lib qoldi deb bor. Mesela o'ynashib bir er ayol yoki qiz o'g'il debdiki, men oldim desa, qiz bola qo'yib taqdim debdi shu so'ning o'zida. Bu avtomatik holatda bu nikoh bo'lib qoldi. Ya'ni o qiz, o ayol bu adamning ayol bo'lib qolgan. Bunda bir çaq qiladigan narsa emas bu odatdagi narsa. Şu an buniki rukni har ikkili tarafniki rozilik bilan bo'ladigan, o'z ixtiyori bilan oldim, taqdimdan iborat bo'lgan bu narsa bo'lish kerak. Andiki ikkisi bir yakkaga bo'ldi bu chanimizda, har ikkisi bir-birisi qabul qilgan bo'ladi. Qabul qilgandan keyin hech qanday vaqt o'zida bu ayol qo'pib, men uni takkizdim deganga olib, o'chan meni ursin mayli, qandoqsi mayli, undaq emas. Meni bu erning o'zi qandaqki ota-onamning uyida meni hurmatlab, bo'shtaq qilib qolgan bo'lsa, ma ayolning erning o'zi ma ishilib, shundoq qiladi deb ishilib, men mu'min musulmon bo'lgandan keyin deb andiki takkizdim deydigan gap.
Erkişlik üzümü ben onu aldım diyen gap ata-anasının üzüde. Kandak turmuş kılqarı hürmet kandak olgan bolsa ben şundak kılış arkalık ben bunu aldım diyen gap buludu. Bolgandaki bu itibardan her işkilisi bizdeki bu yerden uruştalaş, hakaretlaş, kemsitiş ve onu gibi unmasık, onunki ziyan yatkız, bozak kılışta ibaret olan narsa asli bu nikahınki nemsiga, sözünki üzüge bu zit kelidi. Asli nikah zit gelgendikin bir yer kirişindeki üzü vaqtlık emas. Yani bu hayatımız ahirgacha tak o dünyagacha deydigan nemimiz itiqadımız var. Eğer nem bolsa, mana bu bolgandikin bununla uçanın üzüden mana mutlak yani davamlıq bolgan buludu bu nikahın kendisi. Şunun için ölümalarımız mana aldım, təqdim deb muşu gapni razı ixtiyar bilan dese, şu canın üzüden mana oynashib qo'yib desimi uçanımız bo'lib qoldi deydi. Bunu karta eğer bir adam mana aldım, təqdim degan muşu labziniki üzüde bir adam bir ayol epti. Ağa vaqt üzüde aldım ne depti ama niyetiniki üzüde bu adam bu ayolniki üzüde bir mezgildeyken işi tüggendeyken ya bir yer verip okutun eptike bir şehirde ya ki şehirde yani üzüdeki nefsi kandırol değil işte şehvet parası kıl. Böyle bir ukpakay dep mındak niyeti düşüyorken yani bir mezgildeki ben uçağın üzerinde bunu ben kuvvetemem. Depti ama ağzı da ondan gapni çıkarmadı. Çıkarmagan bolsa uçağın üzerinde bu nikahınki üzü dürüst bolamdı, bulmamdı. Dese, mana bunu da köp sanlık ölümalımız bunu da nikah dürüst. Ama bazı az bir kısımdaki ölümalımızdaki üzü bu nikahın üzü dürüst emez. Bu nikahınki üzü nikahı mutten dep qaraydı. Yani mutten nikah degan gap haram. Nikah degan gap şia bunu dürüst dep qaraydı. Bu qat'iy nima emas bu dürüstçü emas deb uçanız bunu qaraydı. Bu dürüst emas. Bu mutten nikah. Nimişkan? Çünkü ayol işkelisi bir-biriga ishilib, razı oluşup qaldığını üzü bu adam ağzıdan mandaq deb anda aldım degandan bu xiyanatçı oludu. Aldamcı oludu, kazzap oludu. Aldamcı kazzap bolgandan aslida bu nikahınki nemisi her işkilisiga bir sadaqatman, ishonchlik bolgandan bu nikahınki asli tabiatiga bu zid. Zid bolgandan bu qat'iy nima emas bu durustçu emas. Deb men mushuncha qaraydi. Mana shunda nikahni egar o'qilib qolgan bo'lsa yoki og'iz deb qolgan bo'lsa qat'iy nikah emas, buni darhol ajrashtirish kerak. Darhol islom hokimiyat yoki shu yergi cho'nglarniki yo ahli bilan kuchi nima bo'lgan bo'lsa, uçağımızda bunu ajrashtirish kerak. Hamda buni og'izida demabdi. Demagan bo'lsa uçağın üzerinde bu nima o durust. Shunda durust bo'lsin. Lekin asli nikahınki asli aldım təqdim deydigan bu talaffuzdagi o'ziga bu tabiatiga ham ikkisidagi bir yerga ishilib boshda keldim degan bu holatniki o'ziga bu zid, bu kazzoblik, bu aldamchilik. Yoki ayol debdi, aqalma təqdim tekkandikin bir mezgildikin hozir shundaq ahvolim nimaroq ama adamning puli bor ekan yo uyi bor ekan. Shundaq qilib qarashga men təqdim deya rozi bo'lganini nimiz qilib çünkü talaqның nemesi әкіші қолды әкіш қойпаймыз болмайды әмді. Құттың шақаншы мен талақ қуаттым, қойват мені десімі болмайдыған кеп болмайды. Шуда болсы мен, о аялына ямаллық қылып, şu çağın üzerinde açtaq qılıb, tigi var, tigi pul öndürüp, yani nauzubillah, açtaq. Yox degen olmaydı. Meni onu üçün anlamatımız. Benim muşundaq bu qalğan bolsa, o çağın üzerinde hem deydi ki müştaq qilish arqı bir mez xotun bolup onundaki qolu pulunu everip yoki nim qo'yib müştaq qilish arqılıq endi xotun kishim askilib başa turib olgan bolsa vaqirib chaqirib bir demlishdi quvvati demdi. Men shundaq ajrab ketman deb maniyatdan tekkan bolsa, u chog'da bu nikah meni hozir er kishiniki ashta olgan deb meni bu ko'p sonliq o'limalarimizni ko'z qarshicha bu durust. Lekin ko'p oz sonliq bir o'limalarimizniki bu nikah mutta. Bunu da hem kazzap oldu hem aldamcı oldu, sahtkar oldu. Asli bu nikahınki tabiatiga bu zid. Bu qat'iy nima emas bu durust emas deb men mushtaqcha qarayman. Bu aldığanlıq oldu emasmi bu? Niyetini biz bilmegandikan, o kishi ya ayol kishi işte tayinla ma'qul deb bu ömür bo'yimish bil o'tma deb aldığan gap. Uniki niyetini unda o'qimagan nifaq. Uçağın özde bu fasik, uçağın bu aldamcı, bu xiyanatçı, bu qo'ymichidan iborat bo'lgan Müslüman, mümin degan adamga moslashmagan, mana uni muvofiq kelmagan bir ish deb qaraydi.
bundaq bir ishniki o'zidan buni alayda diqqatli qilish kerak. Endi shu nikohniki qatorida nikohi tahlil deydigan bir nikoh var. Yani halallash nikohniki o'zi bu ne halallash degan gap. Yani bir adam bir ayolniki o'zini 3 taloq qilayotgan bo'lsa, bu 3 taloq qilayotgandan keyin bu adam şu ayolga yeniş verishni qat'iy yo'li yo'q. Üzüldü degan gap shar'iy tarafdan. Üzüldü degan gap. Endi bu adam endi bu 3 taloq qilib, ashta qilayotganiga 3-chi qatim bo'pti, og'zidan 3 qator chiqibdi. Chiqqandan keyin bu adam pushmon qilib, ham qanday qilaman deydigan gap. Qanday qilma degandan keyin o'shan o'zida bu ayol 3 taloq qilgandan keyin ikkinchi bir adamga mana o adamniki iddetini tutib bo'lgandan keyin endi yeni bir adamga tegadigan gap. Bu adam o xotini elishdan men osh aga men halollab berman deb shar'iyni suyi iste'mol qilib, shar'iyniki o'zini mazoq qilib, zongni qilib mushtaqcho qilgan gap. Mana bu nikohning o'zini o'lmoqimiz nima deydi uningda harom. Bunda bir nikoh qilishning o'zi harom deydi. Endi bu nima uchun bundaq buni harom deymiz desa, bu eng ig'ir gunohniki qatoridan. Eng ig'ir gunoh kebiriniki qatoridan bo'ladi. Bu eng ig'ir gunoh kebirini qatoridan. Nimish qadisa Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhuniki qilgan rivoyati var. Peygamber aleyhissalatu vesselam shuna degan: "La'anallohul muhallil val muhallillah." Allah Taala mana halallab bergan va halallangan her ishkilizga Allah la'nat qilsin deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam mushtaqchu degan. Yoki Allah la'nat qildi. Yani Allah bunun melun menlik rahmetini jiroq qildi, buni g'azab qildiraman, buni azoblayman degan gap. Yani bu la'nat degan gap. O'zi bu odatdagi gapimiz. Endi Abdullah Mesud radhiyallohu ta'ala anhuki hadisida yine Abdullah Mesud dedi ki, la'nat qildi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam halallab bergan va halallangan kishini her ishkilisi la'natladi. Yani Allah'nınki rahmetini jiroq oldu bular deb men Peygamberimiz mushtaq la'nat etgan, la'natlagan deydi. Yuqorqi hadisda Allah la'natladi, ma'noda Peygamber aleyhissalatu vesselam la'natladi deb mushtaqcho rivoyatcho qildi. Endi buni da mushu hadisga asosan meni Peygamber aleyhissalomning mushu rivoyat qilgan hadisga asosan meni ko'p sonliq olimlarimizning hammasi degidek meni buni asosan bu nikohniki o'zi eng ig'ir xatar. Buga bir jinoyatni o'tkazgan meni kishi bo'ladi debchi qaraydi. Yana Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki yin bir hadisida Uqbat ibn Amir radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Shunadiki jazma Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shuna dedi bir kuni deydi. Men sizga meni oriyat edilgan bir tiz, bir qo'shqoni men sizga xabar bermaymanmi? Degandiki dedilar ular, shunda qilsa ya Rasululloh, bu oriyatga edilgan, o'tni edilgan bir qo'shqa degan nima u? Erkak. Degan vaqt o'zi dedi Peygamber val muhallil. Meni oriyatga edilgan qo'shqa degan gap, shu halallab bergan adam shu. Yani yelaqi xotini qo'yayotgan kishning o'zi xotinimni sen halallab deb ani o'tniga olgan gap deydi. O'tniga olgan erkak nima u? Qo'shqa deydi Peygamber. Bu qanday adamniki, yani bir kishniki vijdoni buni ko'tirdi. Deb yine Peygamber dedi ki, la'anallohul muhallil val muhallillah. Allah Taala halal qilib bergan va halal qilingan kishiga la'nat qilsin. Yani la'nat qildi. Duoibat yoki xabar beryapti. Unda o'g'an ekan, men bu hadisga asosan bundaq bir qilishninki o'zi tubdi nima xato. Men bu to'g'riliq Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki bir qancha nimalari var, hadislari ko'p. Uni boshqa Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhuki qilgan bir rivoyati var. Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhudan shuna rivoyat qildi muhallil haqida. Yani bir adamniki ayoli 3 taloq qilgan bo'lsin, halol qilib bergan bir adam baka bu ish qanday bo'ladi degan vaqt o'zida mana bu Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala la bunda nikoh yo'q. İlla nikoh rag'ba. Nikoh faqat ikkili taraf qiziqib, men ayol ömür bo'yi o'taman deb o'z ixtiyoran rozi bo'lishib, bir-birisiga yaxshi ko'rishib, men mushundaq qilgan nikohning o'zi nikoh bo'ladi. Bu bir kunlik, 2 kunlik, 1 saatlik kan nikoh emas. Bu nikoh yo'q islom dinimizda. Meni deb meni
Bunda kılıştaki üzü Allah Azze ve Celle'nin kitabı zanlı kaldı. Bu zanlı kılışma benim buçu yok. Mene bu nikahınki üzü. Bu çağımızda her ayal erniki her işkinizi tatlık yeriniki üzü tetiş gerek. Yani resmi cinsi münasebet ötküzü gerek. Ötküzüp o çağımızda andaki kanlaşmışsa ve takdir ilahi niyeti de undak emesken onun için o çağımızda acırışıp gelse birinci yerge halal oldu. Dep, mene İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhum men müştakço degen. Mene şunu kartta bazı yani ölümalarımızdaki üzü İbn Ömer radıyallahu ta'ala anh'unki degen söz iken men muşnak Adem'in üzü men mani men halallap berdim dep işte ağam bolsa ben bunun üzü zani. 20 yıl açtaq turib ketken bolsumu, meni bu kaçaniki men halallap bermen dep niyet açtaq olan bolsa, meni bunu zani deymiz dep İbn Ömer radıyallahu ta'ala anhu muştaqçu degen. Bu nikahınki asli tabiatiga 2 kunlik, 1 kunlik yoki bir haftalık mada ep bermen halallash degan bu tabiatiga zid. Meni bunda bir shartlik, bunda bir narsa qilish o'zi nikah emas. Unda bo'ladikan buningki hukmi nima? Payg'ambar işte debdi. Hüküm cihette bu durs mu, durs emas mı? Şer'ide. Dese, meni bu yerdeki o'qilayotgan şu yedisk asasen uçuk bu bilinip durdu ki, bundak halallash maqsadida qilingan nikahınki o'zi batil. Yani tigidin yok. Digerlik bu yerde nima qilib turdi? Bu yerde uqtiribchi turdi. Shuning uchun bundak bir nikahınki o'zi İslam dinida bu nikah emas. Bu nikah değil, nikah deb til qag'ilmaydi. Bu zayin payshvozlar deb bunda qatag'a erishishü kerak. Shuning uchun bunda bir nikahınki o'zi vaqtlik bo'lgan, bunda bir nikahınki o'ziga alayda men diqqatchi qilishim kerak endi. Endi bunu qartamdi nikahlash nemisini dedik. Endi bu halallash bu durs emas deb bunu qarta bir ayol bir eri bunu 3 talaq atgan bo'lsa, o'chan o'zi qandaq olsa şu birinci yani şu ayolga erga halal oldu. Yani bir adam bir ayol 3 talaq atgan bo'lsa, unuga halal bo'lishning birdan bir sharti u qavulsa, men o ayolning o'zi o erniki itin tutib, andaki ikkinchi bir adamga o'z ixtiyori bilan, yani bir mezgildan ajrab ketgan emas, normaldagi ayollar, yani er ayollarni ashtaq to'y qilishib ömür bo'yi o'taman deb, ashtaq maqsadi har ishqiz bir-birini yaxshi ko'rib, rozi bo'lishib to'y qilibdi. To'y qilgandan keyin aniki bu ishqiz qanday qilib demdi, taqdir ilohi bilan kelishamabdi. Bunimiz o'tkisi bor ekan, kelishamay aniki ajrashib ketgan bo'lsa, o'chan o'zida maqsadi u yo'q. Endi u Alloh berman deb. O'chan o'zida aniki bu adam ani qo'yatgan bo'lsa, ikkinchi eri undan keyin o ikkinchi erin itti toshqandan keyin andiki birinchi erniki o'zi o'chanida asa yenishib qolsa, o'chan o'zida bo'ladi. Yo'l bir. Men mushundan bo'ladi, bo'lmas qattiqcho bo'lmaydi. Yoki ikkinchi qatim tekkan yerin o'zi o'lib ketibdi. O'lib ketgan bo'lsa, o'chan o'zida men chunki ikkinchi qator tekkan erning o'zi birinchi qatim tekkan birinchi erniki 3 talaq, 1000 talaqni hamma tüpni yo'qlik qiladi. Yo'qlik qilayotgan aniki bu birinchi erga dursun. Birinchi guruh qaytgan vaqt o'zida, yana agar yana shu inson degan shu deya mijoz o'zgarmaydi deb. Yana ashula urush talash qilib, yana kan bo'lsa qaytidan u birinchi ernikiga, yana shu ernikiga 3 qator talaq qilish haqqi bor. Yani yeniş veriş 3 qatim qilsa, unidagi yeni yo'l yo'q. Yeni yo'l yo'q. Chunki men ikkinchi qatim qilgan talaqniki, erniki, nikohniki o'zi, birinchi erniki burun nikoh qilmagandek ashalat ekyapti. Undan onu tüptün yulduzdan yo'q qilgan gap. Meni bu shaklda anadikinza, birinchi erga mushtaq bo'lsa, o'chan o'zi halol bo'ladi. Bo'lmas qatti halol bo'lgan bir tarbicho buniki yo'q. Yeni bir sanadikin o'chan o'zida bu ikkisiniki mana ashundaq ömür bo'yi o'timiz deb u nikoh qilishib ashtaq qilib bir jiroqda yeni bir yerda bo'lib, anadikin ya taqdir ilan ajrashib ketgan bo'lsa, buni yeni bo'lmaydi. Faqat ikkisi mana mushtaq niyatda niyat qilib, anadiki nikoh qilish ikkisi rasmiy jinsiy munosabat o'tkazish kerak. Payg'ambar alayhisolatu vassalam bu to'g'rida shuna deydiki, ya'ni payg'ambarniki Imom Buxoriy, Imom Muslimniki rivoyat qilgan mashhur bir hadis var. Mana Rifatul Qurazi degan adamniki ayoli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qarshisiga çok keldi. Kip o ayol dedi ki, men burun Rifaniki qarshi dedim. Bu adam kopub meni talaq qilib, meniki talaqini bat qilyapti. 3 talaq qilyapti.
tüptün ajrashtirgan mush ishni qilyapti. Qilyotgandan keyin men iddatimni tugitib, anadan keyin meni andan keyin Abdurahmon Zubayr degan odam oldi. Men uni tagdim. Lekin Abdurahmon Zubayr degan odamda yani kiyimniki yani tigidiki cho'lisi, yani bundoq bir yumshoq jipdak kiyimniki tonniki past tarafdan ben jip var ya da nim kullan yumuşak ana gül olsun deb jip uchun yumshoq. Mushundaq narsa varken yani depten. Digandan keyin bu xijil olmaymagan debdi. Digandan keyin shuni payqamsam merdi köldü deydi. Kulib ketib dediki siz unda olsa ripaga qaytishni iroda qilamsiz. Endi bu ayolning maqsadida o Abdurahmon bilan asli uy tutma degan gapkan. Uy tutma deb tekkandan keyin nikohniki bir maqsadi qandaqki erniki o'zi ayoldan men shundaq lazzat elish imkoni haqqi bo'lgandek, ayolning erniki ustida shahvat bilan uni lazzat elish haqqi bor. Unda o'g'oniki bu vaqtni men bilish kerak. Bilish kerakki bu vaqt o ayol olamagandan keyin u nikohdan lazzatni olamagandan keyin shuni bilan andan keyin ajrashib ketsam bo'g'dak degan gap uniki paydo bo'lgan gap. Ammo og'a vaqti yo'q undaqni aytdi. Şunu Peygamber dedi ki, siz o Abdurrahman'a yani o nimaga ripaga yeniş hakkınız yok. Hatta ki, siz onunki hasalçuğunu ve bu sizdeki hasalçuğun tetimiğçiliği. Kaçanlık işkanı bir-birisindeki tatlık aşıdak lezzetlerimizi tatışıp resmi cinsi münasebet ötketsenler, anındaki uçağı yenişip ketsenler, anındaki takdir ilavine, anındaki birinci ergiçi bulup olmaydı o. Deb meni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam men muştaqçu degan. Onda ondan keyin men buluq asasen bir adam qo'pib arayal ep qo'yib bo'lib hozir davrda bo'ldi. Yanda bu dunyo hozir kishilab bir yerda ep qo'ygan shvan. Mesela 3 taraf bo'lmaydi degan olmaydi. Onda ondan keyin internetda va hokazo ishlarda shundaq nikoh qilish orqali men mushunda bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, ikkisi bir yer kelmagan bo'lsa, mesela o ayolni 3 talaq etib ana bu odam bilan umr bo'yi o'tay deb turib onu bir mezgil bir yer kelam yaptı, bir işler yaptı, ne yaptı, anlayıp açıp gelgan yaptı. Uçağın üzerinde ikisi bir yer kemigendikin o talak kırıp erkek kısmı. Lakin onunki şartı ikisi bir yer kırıp cinsi münasebet ötküzüp her ikisi birbirindeki neyse tetiş gerek. Anındaki müştah olan buludu. Bulması bulmaydı. Yani bunu çok karışımız çok gerek. Hem de nikahınki asli tabiati müşdak. Yani otomatik halette özünki aşağı. Bir men şartı demisin öz işi algan muştaq bir nima var. Ama şundaq bolsun, bazı vaqtdagi üzide muşundaq bir şart qo'yib oladigan bir ishlarchi bor. Bu şart qo'yib olgan ishniki o'zi ayol tarafniki o'zi ya erkakga ya ishilamaslik, ya ba'zi qo'yamlik deyish amal bor, ma'qul deb berib qolgan gap shu vaqtdagi o'zida anadiki bular bu şart qo'ydandi. Qiz bola taraf. Ya erkak taraf şart qo'ydi, ba'zi bir ishlarni qilgan o'zida bundaq şart qo'ygan vaqtdagi o'zida til bilen diş arkalık uçağınızda bulmamdı. Mene kandak şartı koyusu boludun, kandak şartı koyusu bulmaydın. Mene muşnun üstüde ne kılımız hazır toxtalımız. Şimdi nikah kavaqti özüde şunda bir şartı koygan bolsa bu şartın özü men 4 xil bu yerda bölündü. Nikahmış o nikahınki talep kılgan nemisi bu 4 boludu. Şimdi buniki şartlıkı özü. Yani bu ya bu şart aşı nikahınki asli tabiati de özüden demismi o bolulgan bir şartta boludu. Ya ki onu zıt demis bulmaydıgan aşı ama nikahınki tabiatiga asli mait zıt gelgen bir şartta boludu. Ya ki bu şartlarınki özü ayalgı menfaati var bir şart boludu. Ya ki olmaydı şer'i taraftan tusulgan bir şart boludu. Yani 4 tane şart. Benim muşunda şart tutup kalsa bunun içinde qaysı makbul emas. Endi bunu kelgan vaqtda vafo qilish vacib bo'lgan nimalar var o shartlar var. Mesela er yoki ayol shart qo'yibdi. Shart qo'ygan vaqtdagi o'zida ma'qul deb nikohni qilib oldim tagdim degan vaqt o'zida mana shu shartning o'zida shu nikohniki muqtazosi talab qilgan demismi men talab qiladigan bir xil shartlarni qo'yishibdi. Ya ayol qo'yibdi. Qo'ygan vaqt o'zida men bundaq bir nikah talab qilgan avtomatik holatda taqozo qilgan mujda bir shartni qo'ygan bo'lsa, meni erning yoki ayolninki vafo qilishi unga vojib bo'ladi. Meni unga qat'iy meni vafo qilmasa, meni qat'iy meni bu bo'lmaydi. Masalan,
u avtomatik holatda masalan nikohniki shartdagi demisi bu bo'lgan ishlarniki o'zi nima? Mesela shart qo'yibdi. Masalan, ayol debdiki, men obdan baksan, kiyim-kechak olib bersan, qo'shig'imni men baksan, debdi. Shuningdek, meniki haq-huquqimni hech qanday biriniki o'zi kam ko'sa qilmay, ya'ni kam qilmay, hammani to'liq qilib bersan. Mana, mesela 2-3 yil tekkan bo'lsa, meniki mana qandaki yeni bir ayolingga o'xshash qandak mangmuchi shundoq qilib bersan. Debdi. Men shuningdek, faqat mana bu ayolning o'zi faqat meniki, seniki shu ruxsating bilan chiqaman uydan. Mushuni ma'qul desam, qilman. Bo'lmasa, men bo'lmayman debdi. Ya bo'lmaydi. Men bu erniki o'zi debdiki, meniki ruxsatim bilan oniki ro'za tutsan yoki meni ruxsatim bilan sirtga chiqsan debdi. Degandan ha ma'qul deb bu ayol ashnaga ma'qul debdi. Meni yuqoriga kishi ma'qul debdi. Men seni xar qilmayman, tillamayman, urmayman. Nima shuni qilib beraman, yemak ishman, hammani qilib beraman, meniki yadimga qilib beraman, hammasini men nihoyat olim qilib o'qitaman. Asli nikohniki bir shartniki o'zi chegirish bir shart, uningdagi davomlashishga bir shartlar bor. O qavm kishiniki, ayol kishiniki og'a vaqt o'zida mana 4 tane shart var bunu deyildi. Ondan başka mana ayol kishi olgandagi o'ziniki bir naslniki apsi olmoqchi. Ana ondaki şu ayolning o'zidagi saviyasi qanchalik bo'lgan bo'lsa, shuni qarta mana akrishniki o'zi mana ayolniki erning usti haq bo'ladi deydi. O'qitmay o yerga jahil odat qo'yish bu durustchu emas. Meni mushundaq meni o'qitdilar, yo nima qildilar debdi. Ammo aql o'qitaman debdi. Va undan boshqa endi o'qitma degan gapni shariy yuzdagi haq huquqini erning haqqini bergan deyki, endi o'qitilgan gap u yerga mayli deb nima emas. Bu akshim shunday deydi. Shuningdek akshi debdiki, siz meniki ruxsatimsiz hech qanday gap bo'lmaysiz. Mening ruxsatimsiz hech qanday ro'za tutmaysiz deb ro'ziniki o'zini. Shuningdek meniki ruxsatimsiz men bir odamga uyga kirishga ruxsat bermaysiz. Qachonki men ruxsat versam, ondan keyin uyga kirib mehmon qilamsiz, unda qilsangiz bo'ladi. Shuningdek men ma uyning ichidagi narsalarniki o'zini men ruxsat qilsam, ondan keyin ishlata olasiz, bo'lmasa qila olmaysiz. Degan bo'lsa, u chaqning o'zida bunuga men har ikkili tarafning degan vafo shartga vafo qilish vojib. Agar bunda vafo qilmagan bo'lsa, bu ikkisidagi o'zi men ig'ir gunoh o'tkazgan bo'ladi. Endi og'iz chiqqan gapning o'zi va'da. Uningdan o'tkazib shart qilgandan keyin bu aqd bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu awfu fil uqud degan nima oyat bor. Va unda boshqa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki munofiqniki alomatini degan vaqtimizda 1-4, 1-3. Unda bunun ichida qachonki va'da qilgan bo'lsa, xilofatchilik qilib bu nifoqning alomati dedi. Unda o'yladiki biz munofiq bo'lmagandan keyin, biz mu'min musulmon bo'lgandan keyin, mana har ikkilisi og'iz chiqqan gapni o'ziga rasmiy vafochilik qilish kerak. Agar vafo qilmay, mushundaq bərməy, açdaq nəm qan bolsa, uçanın üzüdə, ya ki çıxitib açdaq qan bolsa, uçanın üzüdə şəri tərəfdən həm günah oludu, ya ki günah oludu, şunun da hər işkilisi bu şərt qılış qantıq uçanın üzüdə bu qığıl olmadı deyib, mən acirişib gedişindeki səbəbi çox, buluşqu çox mümkün. Mənim uçdaq deyən tuq bunu qığıl olmadı, bunu şərt qubul qılmadı desə, məsələn, mənim ubdan baxson, nəmə qıson, nəməsə maqul desəm, öy tutbərsin, nəmə qıson deyəndim, bunu qıtbəmədi, dese uçan acırıp gedişke imkan var. Uçan şer'i taraf hata emez. Uçanı dava qilib acırıp geçse, men acırışınki bir yolu haqliq boludu, hata çok bulmaydı. Men bu. Hem de vafa qilishiki o'zi durust olmaydigan shartlarni qo'yibdi. Yani vafa qilish o'zi vojib emas, vafa qilish o'zi. Bunda bir shartni o'zi ayol olimiz degan vaqtning o'zida nikohni o'ziga shart yo'q qilibdi. Shu vaqtniki o'zida. Mana bu şartniki o'zi nikohniki asli tabiatiniki o'ziga nima ekan u zidga. Tabiiy zid. Masalan debdiki, nima debdi? O'chanizda kishi ayol olganda bütün nafaqasiniki hammasi erniki berish vojib. Shu vaqtning o'zida debdiki, erniki o'zi men sizni olaman, ammo men siz baxmayman. Uyingizni, qo'shingiz kim qandaqsiz men shu men uni qilib bermayman, menga tegisiz. Shundoq bo'lsa olaman debdi. Debdi. Shuningdek, u debdi ki, men sizni olaman, ammo jinsiy munosabat o'tkazmayman. Mening nikohimda tursiz, boshqa ish yo'q, debdi. Yoki bo'lmaydi, u erni qo'pib, u ayol debdiki, men sizni olay, ammo mehr olmayman, to'yliq vermayman.
deb meni bu shartlarni shu qilibdi. Yoki bo'lmaydi, u erning o'zi shu ayolni men azli qilaman. Ya'ni men azli qilamanki, men sizlar og'a vaqtda balam jiqiyin tug'ilib qolsa, ya'ni balamchiq yoki vakazo deb siz tug'maysiz kerak. Tug'masligingiz kerak. Shu vaqtning o'zida mana bu azl degan gap betaraf qilish degan gap. Ya'ni meni chiqay degan vaqt o'zida men sirtga chiqaryapman. Shuni ma'qul desangiz bo'la olmayman, bo'lmasa olmayman debdi. Yoki u er debdiki ayolga men sana hech qanday bir narsa bermayman. Ammo shuningla birlikda sen menga bersan. Sen meni boqsan, sen meni bekib, men uy elib, mushtaq kiyim kechak hamma narsa sen bersan men seni oldim. Bo'lmasa men nima qilmayman uni olmayman. Yoki bo'lmaydi u er debdiki ayolga sen menga falon narsani ber. Mashinang va ya uyingni bersan undan keyin olaman deb işte qarabdi. Yoki u işte debdi. Yoki u odam shu debdiki men sening qishingda bir hafta turmayman, faqat bir kecha turaman. Yoki kunduzi turaman, boshqa vaqt turmayman. Ya bir kecha bir haftaning o'zida ya bir haftatim tursam, uchangiz bir kecha tursam bo'ldi. Yoki unidan ya kunduzi turaman deb meni kecha turmay deb mushtaq shart qilgan bo'lsa, uchanlik o'zida u ayol nima debdi? Hamaqon ham tegib olsam tegib olay. Men ipasam ipar tegay desa, men bundaq bir shartniki o'ziga tekkandan bu ayolniki vafo qilishlik o'zi vojib emas. Bu vafo qilish nima? U xato. Chunki ayol bu nikohniki tabiatiniki o'zi oldim degandan keyin ayol erniki o'zi men uniki jinsi havasini, shundak jinsi shahvatini, uniki yemak içmekniki hammasini men baqaman, men olaman, men üstümü aldım degan gap. Men bu şart, men bu nikohniki asli tabiatiga zid. Hem şundak aynı vaqtdagi o'zida Qur'oni Karim o'ttirib qo'ygan. İslam dinimizniki berkatgan shartga bu, mana bu nima u zid. Men bunda bir zidniki o'ziga vafo qilishga qat'iy bo'lmaydi endi. Bu qat'iy bo'lmaydi endi. Endi bu çağın o'zida mesela bir haftaning ichida bir oylik faqat kechi turaman, ya kunduz turib boshqa vaqt turmayman deb ayol yo'q ya boshqa. Men ashulaq degan bo'lsa, u çağın o'zida bu ayol qo'pib mushtaq qildi, vafo qilmadi deb yoki bu bo'lmaydi ekan deb u çağın o'zida men mahkamaga arz qilish orqali u çağın nikohini talab qilgan bo'lsa, diniy tarafı xato emas. Chunki oldim degan gap nima degan gap? Bekor tegamda o'qitdim. Bir kecha hafta bir qata kip qo'yib bir kecha turib, uni yo'qab ketsa, bu nima o? Ya'ni nikoh degan er ayol ikkisi bir yerga kirib, mushundaq o'tkazib, ya'ni hayotini o'tkazib, nasl qoldirishdan va o'zini iffatlik, iffat saqlashdan boshqa u odam ikkisi bir-biri bilan suhbat edib, bir-biri bilan hamkorlashib, fikrlashib, ruhiy tarafni taskin tepib, mundaq bir ahvolishib, o'tib, ruhiy tarafda uzuq, ya'ni ruhiy tarafda bir huzur, halovat paydo qilgan gap. Bir bu bo'lmasa o'chamiz nikoh nima ish u? Deydi endi. Endi bu nikohniki hammasi bu çağniki o'zida bu nima bo'lgan bo'ladi? O batil bo'lgan bo'ladi, ham u çağning o'zida bu durustchu emas. Bu chigirishninki oldidan nikohniki o'ziniki nikohniki shartni yo'q qilman degan bundoq gap bo'ldi. Bu qat'iy men durustchu bo'lmaydi endi. Endi ayollarga manfaat olgan bir shartni qo'yibdi. Mesela u foydasi ayollarga manfaat yetadi ekan. Yani nima debdi o? Ayollarga shart qilib ayol debdiki, meni faqat o'zing o'ylisidan yoki shahardan sirtga chiqmaysan meni. U bu yerga safar qilamiz. Burungi davrning o'zida bak safar degan ig'ir, jafoliq bir ishda hozir hamda tartibga o'rilib, rohatlangan safarning o'zida sayohat qilamiz deb, ko'ngil qo'shiq qilamiz deydigan ta'tirga aylanib ketdi. Yoki men o ayolniki o'zi debdiki, uçağınızda men bilan safar qilmaysan. Men safar qilmayman sening bilan debdi. Yoki o ayolniki o'zi mening ustimga xutun olmaysan. Mana degan bo'lsa, men qanday bo'ladi? Mening ustimga bir xutun olmaysan deb mushtaqchi debdi. Degandikin, aksh qo'pib, amaqini olmay. Men seni hech qanday bir yerga chiqmay, faqat uyda yashaysan degan bo'lsa, onu diye qarab baxsa bu adam bu ayolni u yerga olib ketdi, yoki xutun deb ketdi. Men bu çağın o'zida bunda bir shart qo'ygan bo'lsa, bu shartga vafo qilish men bo'lamdi, bo'lmamdi. Ya'ni vafo qildi deb sanalamdi, vafo
qilmi deb sanlamdı. Ya'ni ashta qilib qolgan bo'lsa, ayolniki o'zi shartga vafo qilmadi deb, u chog'da nikohni talab qilib ajrashib ketsa, shar'iy tarafdan to'g'ri bo'lamdi, mana bo'lmamdi. Mana mushrik kelgan vaqt o'zida, mana bu mushrik kelgan vaqt o'zida, mana ayollarniki manfaat uchun qilingan shartniki o'ziga vafo qilish mana vojib deb, mana uning uchun shundaqda qaraydigan men nimamiz va olimlarimiz shu bor. Mana bu nikohning o'zi ba'zi ulamolarimiz bu shunaqqa nikohning o'zi bu durust deydi. Chunki ma shartning o'zi bekor. U hisobga ilinmaydi deydi. Va erga bunga vafo qilish vojib emas deb qaraydi. Yana ba'zi ulamolar yo'q, u vafo qilish vojib emas, vafo qilish vojib. Vafo qilmasa uchun bo'lmaydi deb men mushtaq nima qildi, qaraydi. Buni qartalda İmam Azam, İmam Şafii rahmetullahi aleyhiniki mezbede, men aşırıdak şart qan bolsa, mesela başka çıkmaysan, apmaysan, unda bu işni qilmaysan, ya ticaret qilmaysan deb, uya apırıp, unda qilib, unda qilmaysan, yoki mening üstüm xutunanmaysan deb aşta qilsa, deydi İmam Azam bilan İmam Şafii bundaq bir şartniki o'zi bekor shart. Bekor shart. Chunki nikohniki tabiatiga zid. Nimishkin? Chunki men ayolni oldim degan gapni o'zi men nega o'sha yoq bordi degan gap. Onun da başka, benim üstümge bir xutunanmaysa degan gap, İslam dinimiz kishini imkon bo'lsa, shart sharoit bo'lsa, men adolatdan iborat bo'lgan bu narsani meni to'xtata olsa, qila olsa, u chog'da 4 kishi oz bo'ldi deb ruxsat qildik. Bu ruxsatni bu ayol tusuqliq. Unda o'g'anikin bunda nikohniki o'zi, men bu shartning o'zi nima u? Bekorcha. Uni amalga qilolmaydi deb men mudahchu qaraydim. Bazı ulamolar yo'q, mushrik uchun nima qilish kerak, bunga vafo qilish kerak. Chunki ayollarning manfaati bo'lgandan keyin ayol kishniki o'zi erniki uy borgan vaqt o'tib bekor zarar tortaman deb bormaydi. Unda o'g'andan keyin oilaning ishi har ikkala tarafdan mushta xotirjam, mushta bo'lgan vaqt o'zi andik oila bo'ladi. Deb men mushta qarab, mushu vaqtning o'zida agar erning o'zi ikkinchi bir ayolni yoki u yerga olib qolsa, agar ayol xohlagan bo'lsa shartga vafo qilmadi degan bo'lsa, Şer'i mahkemeye müracaat kılıp müştak kan bolsa uçağını talıgını men izlep müştak talep kılıp kan bolsa uçağını izlep bu men günah olmaydı dep mene günahçı buludu dep qaraydım de ma ölümanlarımız. Bu ölümanlarınki men bu karşıniki üzüde bu naçık hadis ve onun başka ayetlerini şu keltirdi. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu awfu bil uqud sizlar aqd qilib qolgan narsaniki o'ziga sizlar vafo qilinglar deydi. Unda uning vafo qilishi o'zi xato emas, o'ziniki manfaat uchun bo'lgan bo'ldi, bu durust. Va unda boshqa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki men mushundaq shart qo'ygan bo'lsa, o'shan o'zi shartga meni uni vafo qilishing kerak deb meni payg'ambarim al-muslimina ala shurutihim. Musulmonlar o'zi qilgan shartniki ustiga ijro ishini qiladi deydi. Nima deb shart qilgan bo'lsa, men shu bitim şu qilish kerak degan payg'ambar alayhisolatu vassalamniki men hadisi shu bor. Uni da boshqa meni payg'ambar alayhisolatu vassalamniki İmam Buxoriy va İmam Muslim qatorliq ulamolarimiz rivoyat qilgan Uqbat ibn Amir radhiyallohu ta'ala anhuniki hadisi var. Men shu hadisning o'zida payg'ambar dediki, haqqu shuruti ay yuvaffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Mena qilgan shartniki eng haqarog'i Nimo vafo qilishgan men eng yaxshi bo'lgan shartlarniki nimiz qolsa, sizlar nimani ayollarniki jinsiy a'zosini elish orqali, ya'ni ayollarning orqali o'zingizga nima qildinglar, uni halolga akaldinglar. Ya'ni o'zing qutulliq akaldinglar. Mana shu shartni qo'yish orqali men shu narsaga o'zim vafo qilish eng loyiq men mushu, eng muhim mushu deb payg'ambar alayhisolatu vasallam mushta degan. Unda o'g'aniki bu çağınızda ayolniki o'zi men xutunanmayman diz tegmaydi. Xutunanmayman, xutunalmasi tegmaydi. Xutunalman diz tegmagandikin, ammayman degan ma'qul degandikin, mushartni qush orqali andikin ayolni o'ziga halol qildi. Unda bunga nima qilish kerak? Unga men vafo qilish kerak deb meni bu ulamolarimiz, ya'ni ba'zi ulamolarimiz men mushtaqcho deydimdi. Unda o'g'aniki men bunda bir shart bo'lib qolgan bo'lsa, agar bo'zaq qilish yoki zulm qilish e'tiborda ashtaq bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, u chog'da bu o'lmanimizniki gapini asos qilib, u chog'da ayolning o'zi meni haqliq da'vo masalasi o'zida haqliq bo'lib, u chog' gunohkorchi bo'lmaydi. Mening erim ashtaq degan, agar ibqas buning ahvoli to'van,
bakamaydı, adalet işini kılamaydı. Hadi bulup mu? Mesela hadi turmuş meselesindeki üzere. Ana ondaki bu ev aldı. Ana mani beğenmedi. Bunu şart vapa kılmadı. Şer'i taraftan uçağında talakını talep kısa. Ben ailesideki ben talakını talep kan bu kişi ayal kişi mandak oldu diye onun dairesinin içi kirmeydi. Kirmey o hata. Yani günah bir işini kılan çok bulmaydı. Bu toğran bir işini uçağın üzerinde bu kılan çok buludu. Der men müştahnem kılmış onuğa değmişsemdi. Yani bu doğruluk yine ölüm alemimizdeki muşu doğru meselesinin üzerine acık gap sözler yapar. Şunun için eğer ayal meselesindeki üzerine muşundak dekaka üzerine muşu deydiğin şartındaki üzerine alaydı dikkat kılış gerek. Yani bunun alaydı çok dikkat çok kılış gerek. Şimdi şeriat-ı İslam toskan onu kısa katli bulmaydı deydiğin bir şartlar var. Ve bu şarttaki üzerine bu adamdaki üzerine nim koyup da onun şartta bu işkene kıvaptı. Ve kıvagan bolsa bu şarttaki üzerine katli ve işkeli tarafından ya bir tarafından vapa kılış katli dursamaz. Çünkü şer'i nim kıldı onu da tosçu. Şer'i'ninki ahkamının alıda bu adam her kanıcık yapıp işlep kol koyup kıvası mı akmaydı. Bunu yine bilişimiz gerek. Mesela bir ayal depti ki bir adam bir ayal alaydıysa o adamdaki bir ayal varken o ayal depti ki emse falan yeni bir kutun kuyve. Kuyvetsen anıdaki ben sana tegime. Dep men muştah ne kıptı şart kıptı. Men bundak şartniki özü İslam dinimiz onu ne kan toskan bir şart. Bu İslam dinimiz bir erniki men 4 tane imkan ve şerait bolgan bolsa men adaletli kıla algan bolsa ası boludu. Deydiğen nemi bolsa nemisi var bir yerde ruhsatı var. Bu ruhsatniki özüne bu adam bu helimniki özü bunu toskulukan boldu. Uçağın özüden bunu vapa kılışkan men bulmaydı. Uçağından özüden o ip bolgandikin muşlaq dedin sen nemiş koyup vermezsen akutununu dep açtakkan bolsa uçağın özüden ma ayal günah yani hata işini kan boludu. Uçağınızda o ayal, o erneki özü o ayalını kuvvetmegen bolsa hata iş çok kılmagan boludu. Dep muştaq ölüm alemiz muştaq nima kılıdı hal aytamdi. Muştaq deydi. Mene bu doğruluk Peygamber Aleyhisselam'ın Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu'dan kan bir rivayeti var. Şu rivayette şuna deyip Peygamber. Peygamber mene bir adamniki, yeni bir karindişiniki mene layık olgan, layık olgan işini okup durup, yenişip ketmegenligini okup durup, yani ağıdım berip ben sizni alay dep. Men muşundaq kılışniki üzüden men söz layık mene istep kızı istep berişini üzüdü Peygamber bunundan toskan. Ya ki bir ticaretçi bir adam bir nas ağan bolsa, ağanlığını okup durup bu adam men ağanı setipse men 5 koy cık verey. Ya ki 100 koy ya manda qıp berey mani qıp bersen dep men aşındaq beyi qıpıptike bolmasa men muşunun ama yenip bolgandaki meyli yenip ketken okan. Men muşundaq kılışniki üzünü Peygamber nima qilgan toskan. Yine şuningdek Peygamber şuna degan. Bir ayal o'ziniki zarrisiniki, o'ziniki qarindishiniki talaqini talab qilsin. Yani talaq talab qilsinki, yani bir ayal bir adam tegmoqchi ekan. Tegmoqchi bo'lgan bo'lsa, buni bir ayol varken apırıp bu adam bu ayol qo'yib emas ayolni qo'yib deydigan, men bundaq bir ishni men qilmisin deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men mushtaqcho nima qilgan uçan o'zida meni degan. Endi yeni bir hadisda bir ayolniki o'ziniki qarindishi, yani diniy qarindishi bo'lgan yeni bir ayolniki talaq qilib etishniki o'zini Peygamber alayhissalatu vassalam toskan. Bunda şart kalışının üzerine bu ayollardan bunu Peygamber toskan degan men muşundaq nima va ilstacho ba. Ve onu da başka yine Peygamber aleyhissalatu vesselam la yahillu en tukaha imraatun bi talaqi ukhra degan muşta hadisi var. Yani bir ayolniki yine bir ayolniki talaqını talab qilgan holatdagi nikah durustcho emas. Bu halol bo'lmaydi deb Peygamber aleyhissalatu vesselam men mushtaqcho degan. Anda o andiken men muşundaq bir o'ziniki shar'iy o'ttirib qo'ygan ashliq zid bo'lgan muşunda bir şartı qo'ygan bo'lsa yoki er yoki ayol uçanın o'zida buni vafo qilishga bo'lmaydi. Bu nima o xato. Ham unicho qilishlik o'zi men xatochi bo'ladi. Endi shu nikohniki qatorida shart qo'yishniki yana bir nima bor. Mesela undaq ishniki o'zi yo'q demaydigan bo'lmaydi.
Mesela bir adam depti, nikah şigar dep atıldı Arapçada. Yani bir adam depti, ben singlimni yoki qizimni deydi. Muştaq ben sana bereyim. Sen özündeki ya singil qizni bana ber, ikkimizning o'rtasidagi mehrimiz muştaq bo'lsin. Mehr berishmaydi deb men mushundaq shart qilish orqali ashundaq degan bo'lsa, u chog'imizda bu nikohniki o'zimi bu botil. Bu nikohniki o'zi qat'iy nima emas, u durustchu emas. Buni ulamolarimiz tutdi bu undaq nikohniki o'zini men bu harom deb men mushtaqcho nima qiladi, u chog'ning o'zida qaraydi. Bu qat'iy nima emas, u durustchu emas. Chunki ma ayolniki bu isi yani jinsiy a'zosining o'zini a ayolniki jinsiy a'zosining nimasiga buniga barobarchi qilgan. Yani ma qizniki yani erdan yaqinlashgan jinsiy nimasi bor. Unda o'niki buniki nimasi a odamning tegishli ekan. Bu nima u tegishtir, bu xato. Bunda o'ylagan vaqtning o'zida men ulamolarimiz bu ishniki o'zi nima u qat'iy durustchu emas. Bu qat'iy durustchu emas deb benim peygamber ulamolarimiz uchun mustaq degan. Hem Peygamber elçisi olsa müştak şu degan. Anda o ki benim bunu asasen muş şekildeki nikahla. Mesela ma kızımı vermen, ma işini kıppe. Manda hol ya anda hol. De ya ki olmaydı, ben senin kızını alsam ma işini kılımen, ya kıppermen de. O işqa mene sebep kılış arkadan mehr aşı olgan bolsun. Dep anda kan bolsa uçağınızda bu katini bulmaydı, duruşçu bulmaydı. Ama o adam depti ki mehrini vermen, ne kılımen depti o yok. Hem de bunu şart koymaptı. Hem de ki vakti yüzüde müştak hem de küçük oğul müştak bulup kaldık. Anda o adı maaşını kıpperse, anda bir kıpperse, seni koldur gelgen dese, o uçağın yüzü doğru. Uçağın yüzü doğru oldu. Ama nikah kılıştaki şartı da benim muşunda işini kılış arka kan bolsa, bu nikahınki yüzü katli çok duruşçu emez. Onu mehr almay. Çünkü mehrisiz kılınan nikahınki yüzü İslam şeriatine uyguncu emez. Meyli o kızınki yüzü ben özen atıbattığında bassın. Mənim mücahitken, bak ubda adamken ben özümü atıp attım, onu kandaks meyle dep özü tapşırvasımı. Cezmen kişi şundak ayal ya kızga, hiç bomba degende 10 dirhem miktarı bir nersi eriş gerek. Maddi bir nersi eriş gerek. Ben erip anadiken, eğer ep boğan diken o ayal, o xenimdeki özü, anadiken iyirik bir vatamda tapşırvan diken, başka adam bir vatamda özün işi. Ama onu ben ammayılmışlar nikah özlem tapşırvattım dese bu dursunmaydı İslam dinimizde. Mehrisiz, toyluksuz menen nikahçı emez. Mene bizdeki dersimiz men müşahitlik olsun. Yeni bir kata her birilerine görüşke her birilerine Allah'a emanet kıldık ve ahir davana enelhamdülillahi rabbil alemin.